Assalamu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 33 soniga hoş geldinglar. Bugün biz hukumat va hamkorlik degan temaning ikkinchi qismiga Cumhur raisimiz Mehmet Minal efendimni xushallik bilan taklif qildik. Suhbatimizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmet. Biz oldin qatim bu temada bir suhbat ilib bordik, ammo vaqt munosabati bilan bu suhbatni 20 minut to'xtatib qo'ydik. Bugun uni oxirini olib boramiz. Hamda diasporadagi bizning Xitoy bilan qilayotgan ko'rishimiz aql ko'rishi. Xitoylar Sharqiy Turkiston xalqining siyosiy g'oyasiga vakillik qilgan Sharqiy Turkiston hukumatiga tish tirnog'i bilan o'chlik qiladi. Va Sharqiy Turkiston surgun hukumatini og'diritish uchun shaytonning aql kelmaydigan o'yinlarni o'ynaydi. Hukumatimizni obro'sizlashtirish Xitoylarningki izchil o'ynayotgan o'yini. Hukumatimizni yiqitish bo'lsa, bularningki adaqli maqsadi. Hukumatimiz har qanday hamkorlikni cho'qim hukumatimizni e'tirof qilishdan iborat eng aqlli shart bilan boshlaydi. Hukumatimizni e'tirof qilganlar bilan biz hamkorlashishni xohlaymiz. Hamda hukumatimiz har zaman o'zining prinsipi bilan ish bajardi va lavzida turdi. Lavzida turmaganlarni biz lavzidan yenib olganlarni nomussiz qilmish deb ayblaymiz. Har qanday tashkilotningki biz bilan qilgan munosabatda lavzidan yenib olsa, bu bir siyosiy nomussizlik deb biz buni hukumat nomidan ayblaymiz. Hamda bu vatan da'vosi durust niyat, pok yurakdan chiqqan muqaddas da'vo bo'lganligi uchun bu da'voni biz ko'z qarchig'imizni asragandek asraymiz. Oldin qatim biz suhbatda siz bizningki bu hukumatimizningki Sabit Damolning izidan kelgan hukumat ekanligini so'zladingiz. Undan keyin birinchi Cumhuriyetimiz to'g'risida so'zlab, biz Cumhuriyetimizning territoriyasi va ulus to'g'risida so'zladingiz. Bu to'g'risida endi texmi ochiqroq, texmi to'liqroq bir hukm bergan bo'lsangiz. Rahmet Cüret. Men bu gapga javob berish ilgari ulus to'g'risida ozroq to'xtalay. O'tganda u savolda biz uch hukum to'g'risida davlat, hukumat va ulus to'g'risida to'xtalganligimiz uchun ulusga jiq vaqt berilmay qolgan. Bu Uyg'urlarning orasida ulus haqidagi bahs munozaralar xili bo'lgan ilgari. Men uningga qatnashmaganda. Endi ulus degan bu hukmga kelishdan ilgari men Sabit Damolning qurgan birinchi Cumhuriyet to'g'risida shunga kelmanki, qisqacha desak, mendaq bir misol keltirayman. Mush misoldan kirishay bu masalaga. İkinci Cumhuriyetimiz kurulgan vaqtida agar birisi mesela G'ani Botirdan shu vaqtda seninki bir chet ellik so'rasanda, seninki ulusing nima deb so'rasa, what's your nationality inglizcha? Ulusing nima deb so'rasa, menimcha G'ani Botir cho'qim Sharq Turkiston deb javob berish kerak. Yani bu yerde Sharq Turkistonda iborat bir ulus davlat shakliga kirgan, uluslashgan bir siyosiy gavda bor bo'lgan. Hamda ikki qadam orqaga yanaydi hemen. Bilimiz Tataristondan kelgan va O'rta Osiyo va unda halqagan rayonlarda qo'zg'algan pan-turkizm ideyasi bilan to'yingan biz jadidchilik harakatini bilamiz. Shuning bilan bu nurg'unlagan odamlar bizdan O'rta Osiyoga va O'rta Osiyodan bizga, ya'ni gerçi biz bir Markaziy Osiyoning bir qismi bo'lsak, berib kelgan.
Bunların içinde Yavuşop degan bir Tatar adam Qashqarga kelganda. Qashqarga kelgan vaqtda Uyg'urlarninki nihoyatda varvarlik davrida yashayotganligini qattiq ichingan. Ammo shuning bilan bir vaqtda o'z yashayotgan Tatariston va O'rta Osiyoninki Rus mustamlikasining nazarida temir yo'llar eglab taraqqiy qilganligini maqtangan. Endi bu yerda biz zidiyatlik avvalda bu turib tursin. Qashqarga kelib, bu Uyg'urlarning varvarlik ahvolini ko'rib, bu yerda bir Uyg'urdan so'raydi. Millating nima deb so'ragan vaqtda u Uyg'ur İbrahim Halilullohning avlodiman deb javob berdi. Bu ikkinchi misol. Uchinchi misol chu degan vaqtda biz 1920-yillardan tortib she'r yozishga boshlagan. Ya'ni Yavuşov Qashqarni ziyorat qilgan vaqti bilan Turpanda yashayotgan va toki Rossiyaga chiqib borgan bizningki dastlabki Uyg'ur ziyolilarimizdan biri bo'lgan Abduxoliq Uyg'urni olsak, u she'rlarda Uyg'ur degan taxallusni ishlatib she'r yozgan. O hech zaman men İbrahim Halilullohning avlodi demagan. Demak, bu 3 nuqtadan biz Uyg'urlarninki siyosiy engininki o'xshamagan 3 davrni ko'ramiz. Birisi Qashqardagi ayni vaqtdagi Texe birinci Cumhuriyet kuruluşu ilgili xalqlarning siyasiylashmagan bir kimlik. Yani bu dini kimlik asası İbrahim Halilullohning avlodi bo'lganda. Hamda nimaninki Abduxoliq Uyg'urniga kelsak, bu ham milliy millatchilik nimasiga to'yingan edi. Millatchilik g'oyasi va millatchilik ro'yiga to'yingan. Shuning bilan bir vaqtda davlat qurishning asosi bo'lgan Uyg'urchilik. Uyg'ur millatchiligininki parlaq namoyandasi ko'ramiz. Endi biz G'ani Boturga borgan vaqtimizda biz Uyg'ur bo'lib millatni qayta to'nigan, millatlab shakllangan bir xalqninki ulus Sharq Turkiston ulusiga kirganligini his qilamiz. Hamda birinchi Cumhuriyatdan ko'ra ikkinchi Cumhuriyatga olsak, bu yerda Sharq Turkiston ulusi degan bir reallik barliqqa keldi. Qanday barliqqa keldi? Bir davlat qurilgandan keyin barliqqa keldi. Bu davlat albatta birinchi Cumhuriyatning davomi. Ko'p qism narsalar asosan o'xshaydi. Hamda bu qanday bo'lib bu qadar tez 20 yilda bu qadar tez o'zgarishlar Uyg'ur hayotida degan vaqtimizda dal bu yerda Uyg'urlarninki ulus, ya'ni davlat qurg'udak bo'lgan bir siyosiy gavdaga ko'tarilganligi. Buningda kollektiv o'zini anqirishninki, ya'ni Uyg'urlarning o'zini milliy bir millat ekanligini va xuddi O'rta Osiyodagi boshqa qarindoshlarga o'xshash bir davlatlik nimasini qurishga zo'r ekanligini his qilgan va buni amalga oshirganligini his qilamiz. Buningda sobiq Sovet Ittifoqining roli bor, qatorliqlar bor turib tursin. Hamda ulus degan nima degan kelimiz hamda. Ulus degandanki ko'p hollarda nurg'unlagan buningki ta'birlari bor. Hamda vaqt murosasini qisqartib aytsam, birisi Fransuz tipidagi ulus, ikkinchisi German tipidagi ulus. Fransuz tipidagi ulus ko'pincha kelishim xarakterlik ulusga kirdi. Yani bir yerde bu Fransa inqilobininki neticesi bo'lishi bilan davlatning ichida kishilar davlatdan kelishim tuzib, davlatning pufraligiga aylanib, pufraligini qabul qilgan vaqtida shuning bir ulusdan parchasi bo'ldi. Shuning uchun u yerda seninki nimaninki ulusing nima deb so'rasam, mening ulusum Fransuz deydi. Fransuz degani bu yerda Fransuz millatidan ko'ra shu davlatning pufraligini, ya'ni bir siyosiy kimligini alayida ta'kidlaydi. Ammo bu yerda kultural kimlik mi bor bu yerda? Xuddi Avstraliyalik desa, nalik desa, men ingliz demaydi. Ular men I am Australian deydi. Bu degan gap men Avstraliyalik deydi. Ya'ni bu yerda ulusligini Avstraliyalik deydi. Bu yerda bir millat huquqiga qaragan vaqtida bir siyosiy kollektivning ichida tavallik tuyg'usi alaymi bo'ladi. Endi Germanlarning qanday degan vaqtda Germanlarningki Volksgeist. Volksgeist'in keladi bu. Volksgeist deganimiz xalq ro'yi degan gap. Buni Germaniyaninki 18-asrdagi mashhur romantik filosofi Herder qatorliqlar o'tirg'i qo'ygan bo'lib, bu uzoq tarixdan beri davomlashib keladigan cho'nqir an'anaga tayindigan kultural va diniy texim muhimi bir tillik o'rtaqlik ega bo'lgan kishilarning to'pini ko'rsatdi. Buningda bir germanlikdan iborat bir substansiya bo'ladi. Tarixni bir o'zgarmay keldi. Bu Uyg'urlarnikimi ayni vaqtdagi 90-yillardagi va hozir damshiq ba'zi millatchiligimizga o'xshab ketadi. Ya'ni nima desa, Uyg'urlardimi toki necha ming yillik bizning tariximizda masalan sursak, bu impressik sursak, bizning tariximizdagi 9 ming 10 ming yillik tariximiz bor bo'lgan bo'ladi. Yozma tariximiz 2000 yildan ortiqroq bo'lgan bilan, ammo bizningki og'zaki tariximiz 10 ming yilga borgan bir
bunda bir büyük bir tarix egi bir millet. Yani bir ulus kerimizde biz. Hem de demek bu çağda biz bir yerde biz nurgulluğa, simbollara, motiflara ve enebe kıymetler tanımız. Bunun da çoğu diye vakti ta ki şu mu impression tatip biz kâgen aynı vaktiki aşı nemege biz Oğuz Xan'dan ipostik işler tanımız, onun burunqı Umay ana qatarlıqlar, nurgulluğun efsane rivayetler tanımız. Onundan keyin Hun impresiga, onundan keyinki başlayıp kelgan Uyg'urlarninki Orxon Uyg'ur xallıqı deymiz, Qarxallar xallıqı deymiz. Qatarlıq Seydiye xallıqı, Qashqariya, birinci cümle, ikinci qatarlıq muşunda bir uzun bir tarixqa bağlanıp ketimiz. Bunun da hemmisi bizni bir kollektiv ruh egi bo'lgan bir millet yoki bir ulus o'ttirib chiqardi. Hamda shuni bilan bir vaqtda biz davlat kirgan vaqtimizda, Sharq Turkiston davlat kirgan vaqtda bu bir xil millatlik etnik alayidlik egi bo'lgan uluslarning birlashib turib, to'xtam asosidagi bir demokratik jumhuriyatni qurganligini ko'rsatdi. Bu degan gap millatlar birlashib turib bir davlat qurgan vaqtida, yoki davlatniki kontekstga kirgan vaqtida u chaqda davlat ulusning bir qismi bo'ladi. Millatlikni yo'qotib qo'y. Masalan deyli, ikkinchi jumhuriyatni biz o'zimizningki kelgusidagi hukumatimizningki o'rnak qilish bo'ladigan bir mirasi, siyosiy mirasi deb qarashga haqliqmiz. Nima uchun degan vaqtda bu yerda Uyg'ur ulusi bor bo'lgan, Qozoq ulusi bor bo'lgan va boshqa hatto Turkiya xalqlaridan bo'lmagan Mo'ng'ullar va Shivalar bor bo'lgan buning ichida. Demak, bu degandan o'zi biz to'xtam xarakterlikda biz loqalalda bir etnik millatchilikni, ya'ni ma'lum bir faqat bir millat asos qiladigan, boshqa millatni chetga qoqadigan shakldagi emas, balki bir davlatning ichida başka milletlerini mi itiraf kılıdığan ama şununla bir vakitte bir devletlik noktası çıkadığan bir ulusunu keltirdi. Mesela xuddi Avustralya'da İngiliz milletlerinin gepi gepemez. Fakat biz bir İngilizle bir Uygur Avustralya kanunun alıdı beraber bulundu. Bu güç nereden geldi? Yani izlevatkan devlet yok bir Uygur Avustralya'da tutarlıkla ötken vakitte şu uluslukningki paydası şu ki asas kanunda ulusluklik asas kanununda Uygur milletinden bo'lgan men bilan İngiliz milletinden bo'lgan yana bir Avustraliyaning o'rtasida qonun jihatda qonuniy haq-huquqlar va o'taydigan burchlarimiz to'g'risida ilib o'tgan vaqtda farq bo'lmaydi. Ularga o'xshab bizmi bosh to'laymiz, ularga ishlash bizmi vatanning xizmati uchun o'zimizni fido qilamiz. Ma davlat uchun. Shunga o'xshaydi. Endi şuna aylıqı etnik kimlik bilen ulusluk kimlikni karma karşı kılışkı bulmaydı. Devlet dostu elbette vaqtda karma karşı işaret. Ama hazır Xitaylarninki Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan hazırki katliamı ma'lum bir etnik gruppaga yoki bir millat qartilgan bo'lgan vaqt Uyg'urga, Qozoqqa va Turkiy ya'ni uluslar qartilgan vaqtda buni chiqarib turib Uyg'ur millati deb alohida ta'kidlashga tamoman bo'ladi. Bu bizimki umumimizlik, bizim elimizdeki, xiyalimizdeki devletçilik, yani ulusluk, toxtam şekildeki ulus, demokratik ve devletler xalq o'ttirishki asas qonun bilan moslashtirilgan, asosdagi kelishim bilan bo'ladigan ma'qul pufravilikqa hech zaman qarım qarshi kelmaydi. Chunki biz bu yerda ulus noktasını biz siyasi ve kültürel bulup siyasi gavda noktasını işletyapmiz bu yerda. Ama kültürel til noktasından Uyg'ur tili bo'ladi, Uyg'ur kültürü bo'ladi ve bo'ladi. Bu herkesmi bizdeki Sharq Turkistondan ibaret bu ulusning bir parçası bo'lishimizni hech chetga qoqmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Buni aytib yaxshi tushuntirib berishdik bo'ldi. Ana lekin oldin qatim birinchi jumhuriyatning territoriyasini degan vaqtimizda ozroq o'qishmaslik bo'lgandek. Birinci Cumhuriyet'ninki vaqtida bu 33. yılı 11. ayda kurulup 34. yılı 3. 4. aylıkçı bayram oldu bu. Xo'jzo'lar tarafından bayram oldu bu. Xo'jzo'lar bilan Gomedan'ın qo'shinlarininki birlashish va bu yerda ondan keyin u Xo'janiyaz hojininki Sovetga chiqib ketadi. O Sovet chiqib ketgan vaqtda Sovet ittifoqi Xo'janiyaz hojiga qattiq besim tushirib o'zi vazifa olgan, ya'ni prezidentlik vazifasi olgan Sharqi Turkiston uzil-kechill bet qilish bilan kelishim tuzib bunu kollaydı. Şunun bilan bu bizimki birinci cumhuriyetimiz türlü içki taşkı düşmanlarınki birleşip durup masışıp hareket kılıştan veyran buldu. Keyin sabotlamalanma takdirinin qanday bo'lganligini tarixda biz ko'ramiz. Hamda ayni vaqtda bizimki cumhuriyetimizningki haqiqiy kuchi taki nemqchi bo'la olgan, aqsoqchi bor. Ammo armiyamizning ichida taki Altay qo'shinlaridan tortib Qumul turpanliqcha qo'shinlarimiz bo'lgan. Ama lekin
haqiqiy bizningki ma'muriy jihatda boshqarishimiz butun Sharq Turkistonni qoplayolmagan. Bütün Şərq Türkistan umumizlik məmur cəhətdən qaplayamagan. Nima üçün 4-5 ayla bir təxə intayin qiyin şəraitdə bizdinki imkanlarımız o qədər naçar şəraitdə aran qurulğan bir cumhuriyet bütün Şərq Türkistanını özününki məmuri təsərrüfə ilişqə qadir bulanmagan, ülgürənməyən. Bu digənlik bizdinki məmuri cəhətdə toluq öz işini alanmagan. Ondan sonra o Ürümçi deyən Xitayning qolu tutsa təxə, Şinxitayning qolu tutsa Ürümçi təxə. To'liq ozod qilib bo'lolmagan bo'lsa buni ichini. Uningki men qo'yib ko'zam Sharq Turkistonda hamma yerni o'zi gap bo'lgan desam, tarixni yolg'onchiman. Men tarixni men Xitoyga o'xshab bunda burmilab, o'zimni maxsus xizmat qilsam bo'lmaydi. Tarix bu. Ammo birinchi Cumhuriyet hech zaman Sharq Turkistonning butkul territoriyasi voz ketgan yo'q. Buningda hech qanday bir isbot yo'q. Faqat agar fursat berilgan bo'lsa, Sharq Turkistonning jumladan Xitoylar markaz qilib turgan shu Ürümçi, shu Sanji va shu bir qator bizning vatanimizningki sharqqa qismidagi shu rayonlarni qo'lga kirgizib bo'lgan bo'ladi. Ammo uningga nim bo'lmadi, mumkin bo'lmadi. Xuddi ikkinchi jumhuriyatimiz Manas to'xtab qolgandek bir ish bu. Shunga o'xshash gap. U deganlik ikkinchi jumhuriyatimizmi Sharq Turkistonningki territoriyalik bir butunlikda voz kechdi deganlik emas. To'g'ri. Buni xursandlik qilib aşağıda qilib oldiq-o deb gap o'ynasa qo'ymaydi. Tarix bu. İmkoniyat yer bermagandan keyin. İmkoniyat yer bermagan buningga. Xuddi ikkinchi jumhuriyatga imkoniyat yer bermaganda yoki yer berdirilmagandek gap. Ya'ni texnikada serkapni qilsam, Xitoyligimi Tayvanni olamiz deb, o'zining zimini bo'lmasimi, chalva qotgan shuna bir narsa bor bu yerda. Bu davlat degandan ishda bunday ish bo'ladi. Ammo davlat bo'lish sifatimiz bilan Xitoy o'zininki Tayvanga bo'lgan qarniyatidan hech voz kechmadi. Shundaqmi? Boshqalar shunday bo'lib o'tadi. Hatto Angliya ham Balmoral Saqib orollarida voz kechgani yo'q. Argentina ham voz kechgani yo'q. Shuning o'sha talash tortish ziminlar bo'ladi dunyo tarixida, dunyo siyosatida. Bizga talash tortish emas, o'zimizga ega bo'lgan, o'zimizga taalluq bo'lgan bir ziminlar bu. Faqat uningga shu sharoit yer bermadi degan gap. Butun Sharq Turkiston zimini ikkili jumhuriyatda bizning zimin. Zimin, ammo shuni to'liq qilishga vaqt, sharoit yer bermadi. Faqat mushtonda boshqalar gap yo'rg'iltib o'ynabdi, amaliyotda noyat tushunishlik bo'ldi hozir. Ammo yana bir gap deb qo'yay. Bizning hukumatimizmi hech zaman bizda ham surgunda qo'ydi, vatanning tuprog'ida emas. Surgunda bizmi hech zaman vatanninki bir chimdim yoki bir g'irish tuprog'idan voz kechimiz demayapmiz. Alanmaganligimiz bizning uni voz kechganligimizni bildirmaydi. Faqat biz fursat kutyapmiz. To'g'ri. Rahmat. Biz hukumatimiz hozirgacha hamkorlik ustida nurg'un ishlarni qilib, munbarni qurib chiqdik. Hamda hukumatimizga qanday shakldagi hamkorlik kerak? Qanday qilsak mustaqillik g'oyamizga eng uyg'un xizmat qilgan bo'lamiz? Bir tasavvurdan birini sizga. Hamkorlik degan gap men bilsam Parischa deb xatolashmasam, chunki ham degan o'zaro birlikda degan gap, kar degan gap bizdeki iş degan gap, ma'da kar degan kar yoki men otishdan bir gapi bor. Ka qilmamsa deb qo'yamiz odatda. Buni boshqa tushunma, ka qilmamsa, ish qilmamsa degan gap. Kar yo'q degan gap, ish yo'q degan gap. Kar degan gap bu Parischa gap. Endi shu hamkorlik degan gap ishni birlikda qilish degan gap. Ishni qilish. Ishni birlikda qilish, birga qilish. Birga ish qilish yoki ishni birga qilish deganda. Hamda ish nima? Mening ishim emas, sizning ishingizda, bu vatanning ishimda bu. Ish bu. O'ttirimizdagi ish bu. Hamda hamkorlikninki ticari, siyosiy yoki kultural bir ma'nosidan olgan vaqtimizda men bir nimani beraman, bir foydani sizga, siz uni qaytarib bir nima berasiz, sizmi foydalanasiz, menmi foydalanaman. Buningda cho'g degan vaqtida har ikki taraf o'zininki ma'lum jihatdagi bir foydasini ko'zlab turib hamkor. Dunyodagi siyosiy jihatdagi va nimasi hammasida bir manfaat o'tirib turgan bu. O'zra har ikki taraf agar bu yerda manfaat bo'lmay, bir taraf manfaat olsa, buni hamkorlik qilmaydi, buni zo'rlash deymiz buni. Yoki majburlash bo'ldi. Bir taraf butun nimasidan voz kechdi yoki qurib qoldi, qaqsinan bo'ldi. Yana bir taraf uni hamma nimasi ilib oldi. Buni shunib bilish, zulm qilish yoki qo'rqitib turib yoki besim bilan uni ilib bilish. Besimdarlik, zo'ravonlik deyilmiz. Ammo hamkorlikda barobar yoki barobarrak urinib turayotgan ikki tarafning. Endi bizga kelsak, Sharq Turkiston surgun hukumati bilan xalqimiz o'rtasida
özra bir-birisiga manfaat yetkazishda ticariy bir manfaatlik munosabat yo'q bu yerda. Chunki bu yerda hukumatimiz foydab ketadigan, xalqimiz ziyon tortib ketadigan yoki xalqimiz foydab ketadigan, hukumat ziyon tortib ketadigan ish yo'q. Manfaat desak, bu yerda bir davlatning manfaati bor. Shunga har shikil taraf bu boshqacha bir xil hamkorlik bo'ladi-da. Bu tijariyga o'xshamaydigan bir hamkorlik bo'ldi. Ya'ni buningda biz o'zimizdan ustun turadigan uchinchi bir gavda uchun xizmat qilamiz bu yerda. Demak, bu hukumat agar bu hukumat haqiqiy ma'nosini tushunilsa, bu bizningki davlatimizni asliga keltirish uchun xizmat qiladigan eng oliy organning birisi. Yani en ali organ değişikliği, bir semes özü değişikliği. Çünkü biz birinci, ikinci cumhuriyetlerninki asas kanunları ben ötken kısıkçı dep ötüp kettim. Asasen bizdeki okşaydı. Şarkı Türkistan'daki Xitayning zulmini ahırlaştırış, Şarkı Türkistan'daki barlık uluslarninki, Uygur, Kazak ve başka uluslarninki menfaatini çıkış kılış diyen bu asaslık yadroluk amil bizning bu mustaqillikning asosli yadroliq amili ham davlatning egilik huquqining yadroliq amillari. Bu bizningki hukumatimizda bor. Hamda mushundaq bir nuqtaga kelgan vaqt, endi bu hukumat tashkilot emas bu. Bu bizning tashkilot emas. Biz yerlik yoki siyosiy, kultural, diniy yoki boshqa ma'lum bir maqsad uchun qurilgan emas, balki davlatni asliga keltirish uchun bir davlatlik qurilmasiga kirib turib qurilgan bir organ biz. Bunda bo'lgandan keyin bizning darjimiz, biz uni o'zimiz ko'tarib olmadik. Elaqa bir gap bor-ku, o'zimizningki obro'yini o'zimiz qilmasak boshqa qilmaydi deymiz-ku. Bu davlat deb chiqqandan keyin biz bir davlatning da'vosini qilayotgandan keyin ishlar davlatcha bo'ladi. Bu amal yo'q. Mening qo'pab bu üstü cumhur reis degan bu yaman cho'ng qalpoqni kiyilib g'adayg'im yo'q. Bu g'adiyish emas, amaliyotda bir chakar bulash, bir davlatning chakar bulash bu, bayat tushunsak bu. Ammo buni ashunda ko'tab o'zimizning izzatimizni o'zimiz qilmasak bo'lmaydi. Nima uchun degan vaqtda bu vayron qilingan, g'ururi yerlar yaksan qilingan, mustamlik qilib qon jiring ostida inrayotgan bir davlatni qurman deb chiqqan odamlar bo'lgandan keyin shu davlatchilik bo'ladi. Shuninglar saviy shunda oldi biz o'zimizni Amerika davlati boshqa davlatlar bilan barobar o'ringa qo'yishga tamoman haqli deb qaraymiz. Hatto buni majburlandi deb qarasam-o, tamoman siyosiy jihatda agar hozir xalqaro qonunlar bo'yicha bir hukumat bo'lsa, faqat surgun dolamdiq yoki vatandosh dolamdiq, hukumatli bo'ldik emas. Biz mana bu xil xalqaro qonunlar bo'yicha bu imtiyozda, mushi darajada va mushi xil salohiyatda bo'lamiz. Bu bir. Hem ikincisi, qanday hamkorlik eng yaxshi hamkorlik bo'ladi degan vaqtda bu hukumat agar o'zimizning mustaqilligini qo'llaymiz, xalqimiz uchun Sharq Turkiston mustaqilligini kurashni xohlaymiz degan vaqtimizda oldi bilan bir chet ellikning gapi ekan bu. Menga buni qarshi birisi dedi bu. Zodi kim meningki mushu xalqimni qutuldirishga harakat qilyapti hozir degan o'ylash kerak Uyg'urlar. Atrofga qarab o'ylash kerak. Kim buni uchun qilyapti? Qarsak hukumat ko'zimizga oldimizga keladi. Hamda buningda hukumat kirgan vaqtimiz xuddi bizga o'xshash, shu vatan uchun xizmat qilishda, vatanning ishida qayg'il bo'lmagandan keyin sirtida mush hukumat tek mushundaq bir organning ishida xizmat qilish, vatanningki shu qiyosiy bo'lsin yoki bizningki tasavvurimizdagi bo'lsin, shu hukumatning o'rnida xizmat qilgandek bo'ladi. Men Urumchida nurg'un so'rinlarda Xitoyning hukumat o'rinlarida ishlab intan faxrlanib Uyg'urlarga o'zininki boshqarma bo'lganligini ko'z-ko'z qilgan nurg'un Uyg'urlarni ko'rgan. Ba'zilarga shu so'rinni men raddiya bergan qatorliqlar. Bu qulluqning ifodasi. Ammo chet elda-chi degan vaqt agar erkinlik desanglar, agar bir ministerlik bo'lib qolsa bizning hukumatimizda ishda bu yomon cho'ng bir huquq bo'ladi bu. Agar biz hamda bizniki xatarlik ve çatak işini bulayotdi degan vaqtda o'zimizni shu davlat darajasiga ko'tarolmayapmiz. Nima uchun? Davlatsizlikdan. Uzun yildan ziyodi biri biz davlatchilik an'anasida qurib qoldik. 49dan keyin eng qurib qoldik. Ikkinchisi shu degan vaqtda biz o'zimizga ishondirilmadik. Her vaqt biz 4 millat deb tashviq qilindik. Qo'ldan ish kelmay osonlik millat deb o'zimiz ulusimiz osonlik millatga tushiritildi. Davlat qurish imkoniyati va o'ziniki tarixiy va real jihat elbetga salohiyat to'shdigan bir millatlikdan Xitoydagi bir osonlik millat chaqqa aylantirildi. Ro'yimiz tushdi. Uchinchisi shu degan vaqtda hozirgi Uyg'ur qatliamlik, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi
nurg'ulg'an xalqimizni siyosat jihatdan asosan bezdirdi yoki umidsizlantirdi. To'rtinchisi bo'lsa chet eldagi tashkilotlar o'rtasidagi jidal majra, urush jidal, cho'ngchilik talashish, ittifoqsizlikning hammasi xalqimizni o'q yig'izib o'tdi. Siyosatga dodberyat tegizib o'tdi. Ya'ni buni boshqa sabablarim bor. Demak, hamkorlik bo'lgan vaqtimizda biz o'rtaq ish qilamiz. Ishimiz nima? Mustaqil bo'lmoq. Buni o'sha qanday qilish kerak degan vaqtda bizningki hukumatimizda nurg'unlagan o'rinlar bor. Ammo badalmi bor. Nima uchun degan vaqtida hukumatimiz Xitoyning ko'zlikka qadalgan miq hozir. Buni vayron qilish uchun xuddi siz bugungi suhbatning ichirish qismida deb o'tganimizdek bizni vayron qilish uchun ichimizdan sirtimizdan nurg'unlagan o'yinlar o'ylanadi. Bu noqalalda shaxslar nimasi emas, guruhdan emas, balki davlat, boshqa davlatlar bizga selinyapti. Hatto boshqa davlatlar selinish orqali Xitoy boshqa davlatlarning qo'li orqali bizning soddaliqimiz va bizningki suyuq hissiyotchanligimizdan foydalanish orqali bizni vayron qilmoqchi bo'lyapti. Bu yomonjoq takrorlanyapti. Albatta, meyvis o'xshagan daraxtga boshqalar tosh jiq otadi. U daraxt jiq zaxmlanadi. Nima uchun ba'zi tashkilotlar bilan boshqalarning ishi yo'q? Nima uchun ularningki boshqa vaqtida u qadar zo'r dag'dug'uslab ketib, u qadar zo'r bosh oxir chiqmas skandallarga sakib to'shab ketgan chiqib to'xtab hozir hamma ish eqib ketadi. Savol qo'yish kerak bu yerda. Nima uchun hozirgi xalqimizning o'tirsa hukumatning obrazi o'zimiz tarafidan qayta masxara qiladi? Bu hukumatni masxara qilsang bo'ladi, bu degani hukumat masxara qilib bo'lmaydi deganlik emas. Ammo o'ylanglar. Bir yo'qolgan, bir yoki besilingan bir davlatningki sirtida uni qo'lga keltiraman deb shu o'zimizning kollektiv, shu sizlarningki, meningki, yana bizninki kollektiv haq huquq uchun qo'lida iqtisodningki boshqa imkonlarni ta'minot ahvolasi o'zini atatmışlığına, özünü qurban qilib chiqayotgan va bir hukumatni bir xalqaro saviyada mang'izman deb qilayotgan mush odamlarga qilayotgan hurmatsizliklar bizlar uchun emas. Balki ash g'oya uchun, ash tarix uchun, ash bir nishon uchun qilinayotgan haqorat bu. Agar biz qilolmayotgan bo'lsak, kelinglar, u qadar aqlliq bo'lsanglar, bizning o'rnimizni elib, o'rnimizni nur qilgan aqlliqdan saqlab turayotgan sohalarimiz, uni qilishimiz kerak. Ammo o'zinglarni tushunmanglar. Doğru. Xuddi Xitoylar bizni zanglik qilganda bir uchumlar birga kelinmaydi, buni davlat qurolmaydi, o'zini bosh qurolmaydi deb mush vaqtcha bizni zanglik qilib keldi. Sizlar o'xshash zanglikni bizga da'vatsizlar. O'xshash zanglikni. O'zingni bosh qurolmaysan. Nima degan gap? O'zingni bosh qurolmaysan degan gap, men bosh quraman seni. Sen deltini o'zingni bosh qurolmagandan keyin sen mening qo'lasimga kelsam, men seni bosh qurib beraman demoqchi. Biz shunga yo'q deb keldik. Yo'q. Men özümde başqura alayman. Men devlet kurgan 10 ming yıldan beri nurg'unlagan 40 ming devletni kurgan bir ulusninki bir avlodiman. Bundan keyin devlet quraman. Çünkü devlet bo'lmay turib Uyg'urlarning mavjudligi mumkin bo'lmaydi. Bir millat sifatida, bir ulus sifatida mavjud bo'lolmaymiz. Bu tarixda qayta isbotlandi bu. Bu o'zimizning sharifi, yashashimizning sharifi bir milliy sharaf bu. Bir davlatning sharifi bu. Agar bu sharafni rad qilsanglar, u mayli. Xitoyga o'xshash zanglik qilsanglar mayli bu. Ammo unutib qolmanglarki, sizlar bizning dushmanimizning orasidan yo'l o'rin olgan bo'lasizlar. Bu o'zinglarningki dushmaninglarningki o'zinglarni kamsitishni o'zinglar ichiga singdirib, o'zinglarni dushmanlar uchun tillab berganlik va dushmanlardan o'ta o'zinglarga dushman bo'lganlikning ifodasi bo'ldi. Va qolgan o'zinglar o'ylab boqinglar. Men gapimni shu yerda to'xtatay. Rahmat. Amaliyotda bir odam o'zini so'ysa, o'zining qadr-qimmatini bilsa, o'zining hukumatini so'ydi. Bu sizning deganingizning natijasi shunday chiqadi. Biz hamkorlikni cho'qim yaxshi qilamiz. Faqat mush g'oyasi va samimiyati va insonlar bilan hamkorlikni yapmamiz bundan keyin. Endi siz kitobni yozdingiz, mana Uyg'ur qatlamı deb o'sha yerda men olib chiqdim. Rahmat. Hozir bu bizning Sharq Turkistonga elib borgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga unutildiryapti. Hatta bizga unutildiryapti. Bularning mush taktikasi amalga oshadimi? Bu savol javob için bir savol so'rayman men Jur'at efendim. Qancha vaqtim qoldi buningga? Yani 10 minut. 10 minut ma shunga loyiq so'zlar. Chunki bu yomon cho'ng tema, murakkab tema, muhim tema bu. Sharq Turkistonninki
İçinde hazır hep bilibatkan ırkı kırgınçılık uzun yıllardan planlangan bir narsa. Bunu hemmimiz bilimiz. Allburun biz ölüm cezası hüküm kılıngan 49'dan keyin armiyimizden ağırılıp gelip Kuralını tapşırgandan keyinla bir millet yo'qolgan bo'ladi, yo'qolish boshlangan bo'ladi. Nayt keskin qilib aytgan vaqtimizda. Ammo bize turli shakllarda aldab, siylab, nim qilib beqib assimilyatsiya qilmoqchi bo'ldi. Ammo buning bosh egmidik, ham uni rad qildik. Oqibatda nim bo'ldi degan vaqtda hozir butun bir millat bir sifatida qirilish girdobiga beryapmiz. Endi bu shunda bir zarxandlik bilan bir planlangan bir suiqasdlik bir ırkı kırgınçılık bu. Yani bu vaqtni so'zash orqali boshqalarni hem o'zimizni zeriktirish, hardirish ve oxirisi unutuldirish. 3 nokta var. Zeriktirish, hardirish ve oxirisi unutuldirish. Hozir 2016'dan tortib, yani Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin cho'ng qilgan ishlarning birisi Xitoyninki etno milletçilik, yani Xitay milletli kaladigan barliq uluslarning hammasi sömürülüp aslında bir nim keladigan cho'ng Xitay milletçilikninki manba qilgan bir plan bor. Bu Uyg'urlarni nima qilish, Uyg'urlarni Tibetliklar Xitoyninki mushu mustamlika realligida ularga eng qarshi chiqqan ikki cho'ng ulus bu. Buningga qarshi turib eng oxirisi bizni hozir bu holga ikkilyapti. Endi bu 2016'dan tortib hozir 2020'da 8 yıl bo'lyapti. 8 yılda o'zimizga qarab baqaylik. Masiyatliklar qarab baqaylik. Biz ilgari namoyishlarni qildik, turli shakllarda biz imzo to'pladik. Alem nerede degan namoyishlarni qildik. Turkiyadagilarning qilgan namoyishi buning bir qismiga kirdi. Oxirisi shu degan vaqtda hozir ovozlarimiz bag'ansini pastlab ketadi. Yani nimbolatımız diye vaqtida biz hadık, ümitsizlendik. Ağırlıkta unutulanmakçı, yani unutuvatımız hem unutulanmakçı buluvatımız. Nime için diye vaqtda hem de türlü sebepler var. Yani onun için en çok sebeplerinden birisi dünya bizge adaletsizlik kıldı. Dünya közünü jumbaldı, hazırımız jumbap barvatıdı. Bu şunda ahval aslında Uygurlar özünü intayın gayet zor bir yalgızlık içinde gördü. Özüne ümitsiz ve özüne hiç qandaq bir işini hiç kimden yardım kelmeydigan holatdagi bir bechora to'pliqqa oldiga keldik hozir biz. Bu bir. İkincisi vatanning ishida cho'g degan vaqtida sirtidagisi tadrijiy bo'lyapti. Psixikalik bir jarayonda vatandagi amaliy qirg'inchilikninki ifodasi. Vatanda nima bo'lyapti degan vaqtda Uyg'urlikqa oid asosan hech nima qolmagan gap hozir. Mesela ben yakında vatanga türlü şekillerle berip kelgan bir odamlar bilan ko'rashganlarning gaplarini anladım. Vasıtalık şekilde. Öyle de hatta ki Uygurca yazıktaki kitaplarımı kalmagan gap. Siyasi, dini cihet kitaplar turib tursun. Her qanday şekilde. Fakat Xi Jinping'in bir nimesi varken, kitabı varken Uygurca, onun başka hiç kim kalmagan gap. Televizorlarda gerçi Uygurca programlar bağ olsun, bütünlüğü Xitay'ninki qadimki kinolarınınki tercümesi ekan. Bular kitapning qanması hem de balla mesela deyli. Çoğun aldığın bir evlat bilen, yani bizden çoğun 70-80 kirgen adamlar bilen 6-7 kirgen balla oturuşta Uygur tillik alaka asla yok olan gap. Hatta ki chet elden vatanga tuqqan yo'qlashga borganlarning ballari Uyg'urcha so'zlaydigan ki vatandagi ballar, shu tang yoshdagi ballar 10 yoshdan tuvanlar ularga Uyg'urcha javob beramagan. Ular Xitoy so'zlagan, ma'la o'zi borgan davlatning so'zlab o'zaro aloqa bo'lmagan gap. Avval bu intayin qo'rqinchli hozir bizning ahvolimiz. Nima degan vaqtda avo besim bilan, qirg'inchilik bilan, cheksiz qo'rqitish bilan amalga oshirilgan özünü unutish. Chet ellik shu degan vaqtida cheksiz ilib berilayotgan, bosh oxir chiqmayotgan bir irqiy qirg'inchilikda harg'inlashgan, umidi uzilgan va o'zini hech qanday bir ishga qolganmas his qilayotgan kollektiv bir xil o'zini tashimchi shaklidagi unutish kirdi. Anadaki xalq rami shunday bo'lyapti. Ya'ni xalq rami degan vaqt bu ishdan asosan unutish tushdi. Mana bu qitim Amerika'nınki tashqi ishlar ministri Blinken
Şarkı Türkistan'da ırkı kırgınçılık, hele hem ırkı kırgınçılık ve insan karşı cinayetler hele hem ilip berilatıdı dedi Xitayga berişten ilgili. Xitayga berip kelgendeki neyim dedi? Men Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendişliklerini, human rights abuses dedi. Xitayning hökümetdeki dedi, kimge dedi? Wang Yiga depdi. Demek ma gapni ko'rangizda, mayada ikki cho'ng, men buni Twitterga chiqarib qo'ydim bari. Cho'ng farq bo'ladi. Birisi irqiy qirg'inchilik berishdan ilgari yo'lbosga go'y kirgan. Nima go'y chunki ana to'xtam bor Amerikaning Xitoyda ilib bordigan. O to'xtam uchun Xitoyga besim ko'rsatib qilyapti. Xitoycha chivi qilganmi buni. Andan keyin qo'rqib kelgan vaqtida chashqan kabi kishilik huquq defsandchiliklari dedi. 3 kun ichida irqiy qirg'inchilik kishilik huquq defsandchilik darajasiga tushirildi. Bu Amerika'nın ahvali bu. Dünyada Xitayga biz birden bir qarshi turdi degan da'vatgan ahvol bu. Boshqalarning ahvolini biz ko'ryapmiz. Demak, men Amerikani aytmoqchi emasman bu yerda. Amerika ilham qo'ldan keldiganni, u Amerika hozir o'zini qutqizishni, bizni qutqizishdan ko'ra hozir Xitoyning oldida o'zini qutqizishga majbur. Mandami dey. Gapning eng keskinni dey. Amerikaning bexatarligi ig'ir tahdid. Shuning uchun Amerika hozir nurg'un mablag' ajratish orqali Xitoy bo'lgan o'ziniki bo'lib shu yerim o'tkazgich sohasidagi Həlaqə analikin mavo nimiz sahəsidəki kompüter cümlədə şu sünni aql haqqındakı tədqiqatlarında bağansır zor sarmaqlaşır. Çünki Xitay bu cəhətdə Amerikada iş bitiş aldı turur. Demək Xitaydan ibarət bütün insaniyyətə nisbətən özününki hökmranlığın ornatымен da'vatqan ham G'arbning hozir ichki qismida g'oyat zo'r bir masalalar kelib chiqayotgan bu shunday ochqishlik vaqtda Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikning tilga ilinmasligi va tilga ilingan vaqtida suyuldirib tilga ilinishi bizni haqiqatan andishiga soladi. Hamda Uyg'urlarningki irqiy qirg'inchiligi mandaq bir gap bor. Uyg'urlarda asta quyruqini qum besibdi deydigan bir gap bor. Quyruqini qum besish deydigan bir gap. Bu degan gap asosda vaqtning o'tishi bilan nurg'un ishlarda bag'ansir yomonlashish ahvoli ko'rildi degan gap. Bizning Uyg'urlarning ishidimi mana bu xil Uyg'ur irqiy qirg'inchilik mana bu xil ahvol ko'rilishga boshlayotdi. Xalqimizningki siyosatga bo'lgan qizg'inligi burunqidanmi tövallab ketdi. Bunun bir sebebi irqiy qirg'inchilikqa qarta hech qanday bir cho'ng bir hal qilg'uch bir choraning bo'lmasligi. Uning ustiga bizningki hozirgi nurg'unlagan tashkilotlarimiz va boshqa organlarimiz bo'lsin, ularning qilayotgani asosan o'xshash faoliyatga gap. 2016, 2010 nima qilgan bo'lsa, 2014 hozir ketayotgan ish bu. Cho'ng o'zgarishmi hosil bo'lmadi bu o'tirdi. Shu sabablardan tufaylidan xalqimizningki bu Sharq Turkiston yapırlıqda irqi qirg'inchilikqa bo'lgan burunqi g'azibi, burunqi noli faryodi bag'ansiri pastga tushdi. Endi oxir yana bir gapni qaytib qo'yayim. Bizga o'xshash bir millat hozirgi vaqtning o'zida unutib majbur bo'ladi. Nima uchun degan vaqtimizda uni unutmay desa, xuddiligi gelimizga turib qolgan qiltiriqdek bizni azoblaydi. Xuddi kallamizga turib qolgan qiltiriqqa o'xshaydi bu. Unutib ketay desa, nomus qiladi va vicdan azobi chekadi. Bu unutishdan unutyamaslikni o'tirsda, gap qilishdan sukutda yoki qarmaslik selilishdan har vaqt buni o'ylash o'tirsda necha minglagan qarindoshlarimiz tipirlayotdi hozir. Hamda oxirgi bir nuqta, mushundaq bir ahvol ostida bizningki vijdonimizga, g'ururimizga qo'yilgan bir savol bor. Yoki unutish orqali bir vijdonsizlik yo'l ochamiz, yoki unutmaslik orqali o'zimizning vijdoniga bir yo'l ochamiz. Yoki sukut orqali shunday yo'qaymiz, yoki chiqqan orqali o'zimizning ovozini dunyoga bildiramizmi, o'zimizga bildirib, g'alaba qilolmasakmi, vijdonimizdan u dunyoga ketishga kapolat qila olamiz. Bu tanlash bizning qo'limizda. Dushman bizning hamma nimamizni vayron qilgan bo'lsa-mu, bizningki yoki sukutni, yoki qarshilikni, yoki g'ururni, yoki g'urursizlikni tanlashdan iborat bu tanlashimizni vayron qilanmadi, ham qilanmaydi. Bu faqat bizning ilkimizdagi, bizga inson bo'lish sifatimiz bilan Allohning qudratidan berilgan bir tanlash huquqi mana shu. Bu tanlash har bir Sharq Turkistonlik ichida. Unutib oldik desakmi, yoki haqiqatan unutgan bo'lsakmi, yoki ovozimizni chiqarmasakmi, yo'q emas. Mayli bunda bo'lmaydi desa, mayli. Ammo vijdonsizlik qilgan bo'lasizlar.
Xitoyninki bu qitimliq irqiy qirg'inchilikninki plandiga moslashgan bo'lasizlar. Plan nimati uzunga so'zish orqali, zeriktirish orqali oxirisi bu ishdan nima qilish, buningda chiqib o'tish, unuttirib o'ziga o'zining mag'lubiyatini o'zi tuymug'idek darajada e'tirof qilg'isi orqali o'zini vayron qilish. Bu Xitoyninki nimasi edi, plan edi. Buningga biz dastlab mush planga yoki mush usulga, mush dabqa usul o'ynagan bo'lamiz. Xitoy yomon o'zlikka g'alaba qilgan bo'ldi. Hamda oxirgi gapi mana shu chet eldagi sanoqliq bo'lgan. Ham o'zini bu ish ataganlarninki ovozi quloq solinglar. Ular bizningki kollektiv g'ururimizni so'zlayapti. Bizningki millatimizningki vijdoni bo'lib so'zlayapti. Agar bu vijdon tugisa, ne millatimiz, ne ulusimiz, yerimiz tugaydi. Mening qiziqirganim bu. Yomon amali, yomon ta'xirsiz, yomon qattiq, yomon insoniy bir tanlash. Ya qarshilikni tanlaymiz, ya sukutni tanlash orqali mag'lubiyatimizga tan olamiz. Men buni har bir Sharq Turkistonlikning vijdoniga sunaman. Mushunda bir tanlashga keldik hozir. So'zim tugadi. Rahmat. Dünya unutishi mumkin. Hozirgi vaziyatni dedingiz siz Amerikaning vaziyatini. Eng qudratli davlat Xitoyning oldida nima ish qilayotganini. Ammo biz unutsak bo'lmaydi. Biz unutsak bu yashag'imiz, bu hayot bizga hayot bo'lmaydi. Hamda sizningki mush kitobni yozib, shuni tafsiliy tunishtirdingiz. Hamda biz bu Xitoy bilan qilayotganimiz bizningki aqliy kurash dedik. Aqliy kurash bo'lgan ekan, biz cho'qim aql tepishimiz kerak. Aql tepish hargizmi bizning to'rlardagi bir to'plarga chiqib olib, bir kimlarning aytgan vazlarini anglab bo'lmaydi. Mishda kitob o'qish orqali, xudo G'ulom Osmon akam hozirgacha bizni tarbiyalab yozib kelgan nurg'un kitoblarni o'qish, videolarni anglash orqali sizning kitoblaringizni, undan keyin sizningki boshqa yozimlaringiz bor. Shularni o'qish orqali bo'ladi. Endi bu qitim bizningki muavin jumrais Sayragul xonimning bu kitobi va Sweden'da bir mush kitob tanishtiribdi. Bugun mana aytib, bu kitobda shu erkak qirg'inchilik to'g'riliq nihoyat inchki detallar bor. Men bu kitobni o'qib necha kun uxlamadim. Yelim ham ta'siridan qaytib qolmadim. Agar o'zimizning millatining nima bo'layotganini, Xitoyning siyosatining qanday bo'layotganini bilmoqchi bo'lsak, xalqning gapini anglab emas, o'qiylik. Ichida nima bor? Men oddiy bir misol deb beray. Bolalar yasliga borgan chaqda etigini og'ziga tayib choqlab qo'ydi ekan. O'zining gapini qildi deb. Ota-onasi og'il kelgan chaqda shuning oldida ilib etdi ekan. Bir kun faqat o'zining gapini qilgan gunoh uchun. Bu bir oddiy misol. Erkak qirg'inchilik mushunda bo'lgan, nurg'un zaman burundan boshlangan. Bu 2014 bo'layotgan ishlar bu. Hozirgacha 10 yil bo'ldi. Yosh bolalar o'zining gapini qilmay 10 yil o'tgandan keyin qanday cho'ng bo'ldi? Masalan, sizning boy dedingiz. Biz o'rganaylik, tirishaylik. Vatanimizning mustaqillik uchun azroq kuch chiqaraylik. Xalqimizningki bizning hukumatimizning qo'llab turishini, yordamda bo'lishini va o'zining iyon qilgan pullarni ayamasligini umid qilamiz. Hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Vaqt munosabati bilan programmamiz mishati oxirlashdi. Kelar qatimliq programmamiz e'lon bo'ldi. Men Timurlar apandim, sizning vaqtingiz ko'pdan ko'p rahmat. Allohga rahmat.